O'sha kitobda zo'r narsa yozgan edi. Ota-ona farzandni jazolar ekan, men aybdor emasman deb o'ylaydi va jazolaydi. Men shuni yoshligimda nima qilgan edim shuni yoshida demaydi. Va farzand ota-onani har kunlik qilayotgan holatlarni hammaga nisbatan yaxshi biladi. Ko'p telefon tutishi bormi, uyga kech kelishi bormi, ota-onasi orasidagi munosabatlar bormi, ochiq biladi. Va buni jazolayotganda o'zining ham xatosi bor-ku deydi. Va o'shanga tushuntirayotganda men o'g'lim mendan ochiq so'raydi lekin. Dadajon, nimaga mana shu ishni o'zingiz qilmaysiz-ku, nega mendan so'raysiz deydi. Talab qilasiz. Men bolam bilmayman-da bu narsani deyman. Men yoshligimda buni ulgurmay qolganman. Agar mana shunaqa ketadigan bo'lsak, sen ham ulgurmay qolasan. Lekin bu dunyoda mana shu lavozimlar, ya'ni mana shu vazifalar senga topshirilgan. Yer yuzida sendan boshqa hech kim qila olmaydi deyman. Juda katta missiyalarni qo'yganman-da oldiga. U o'zi shunaqa deb his qiladi o'zini. Mendan boshqa bu dunyoda qiladigan odam yo'q deb o'ylaydi va o'sha tarafga qarab harakat qiladi. Bilmaydi qanaqa borishni, lekin borishini aniq biladi. Ya'ni missiyalarim yo'l-yo'lakka shunaqa shakllanib ketadi-da. Kelajakdagi katta maqsadlar. Va holanki sendan odam chiqmaydi, sen doimiy akasidan pastsan, ukasidan balandsan, o'sha tanqidiy uslublar bilan unga katta missiyalarni keyin singdirib bo'lmay qoladi.